Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada sizga acıyoruz. Washington'dan sözdeymiz. Vaziyet görüp duruvatsız vatandaşım, unda vaziyet degende bir günü bir xil, yana bir günü bir xil. Şundaq igizpes deymiz Uyghur tilimizde. Yani ba'zida shiddetlik, ba'zida bo'shab qoladigan, ba'zida tartib keladigan, ba'zi tartibda yiroqlashadigan shundaq bir dunyoda bu, butun bir dunyoda vatandaş. Endi bugun shu 2022-yillardan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarida tashqi siyosatning o'zgardi deganda, o sizning bizning hissiyotimizga muvofiq holda o'zgaribli qolmasdan, balki jahonning hozirgacha bo'lgan qurilmasi va cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, so'rkilish munosabatlari, ittifoqlashish, inoqlashish munosabatlari va raqobatchilik munosabatlari degandek o'sha alomatlardagi o'zgarish hozir shu leksiya bilan, bugun so'zlaydigan leksiya bilan yetib keldimiki deb shunday o'ylayman vatandosh. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyaning mavzusi bunday. Amerikaning aloqa munosabatda bo'lish strategik siyosati oxirlashdi. Siyosiy hokimiyatlarni almashtirish strategiyasi yetib keldi. Mavzular xabar 9 ayning 11 kuni Vanbi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. John Shaw tarjima tahrirladi. Amerikaning 1945 torbeti Amerika Davlatlik istixborot universitetining muavin professori, Amerika istixborot tayyorligi bo'yicha mayor James Van D. Wilde. James Van D. Wilde'ning maqolasini e'lon qildi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Bu yil yozda Prezident Joe Biden hukumati Amerikaning buyuk strategik siyosati, davlat bexatarlik siyosatini o'zgartdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligi hamda 30 yildan beri Jongoni demokratik erkin davlatga aylantirish tirishchanliklarining mag'lub bo'lganligini nazarga olganda, Amerikaning strategik siyosatni bundoq o'zgartishi zarur edi. Amerikaning Jungo Kompartiya hukumati va Rossiya qatorliq mustabid davlatlar bilan aloqalashish va aloqalashishni kengaytirish strategik siyosati Prezident Clinton hukumatining 1994-yili davlat bexatarlik siyosati o'ttirib qo'yilgan va ilgari surilgan edi. Bu strategik siyosat, masalan, sobiq Prezident Clintonning strategik siyosati qudratli davlat mudofaasini, hamkorlashgan bexatarlikni, echivitilgan dunyoviy erkin bozorni hamda yer shari bo'yicha taraqqiy qilishni, davlat sirtida demokratiyani ilgari surib, bexatarlikni kuchaytirishni tashabbus qiladi. Bu strategik siyosat muhim davlatlar bo'libmi Jungo, savdo tijoratga qatnashtirish bo'libmi Jungoni savdo tijoratga qatnashtirish, ilmiy fan texnika tadqiqot ishlariga qatnashtirish, jamiyat va siyosat munosabatlari va organlar to'g'riga qatnashtirib, ularning tajovuzini qilmasligini va hozirgi xalqaro tartiblarni o'zgartmasligini nasat bilan cheklashni tashabbus qiladi. Tarixda o'zini halok qilib, o'zgarib, erkin demokratik davlatga aylanish yo'lini tanlab oladigan bir mustabid davlat bo'lgan emas. Taki ma'lum darajada siyosiy davolg'ush yoki zo'rvan kuch bilan og'dirilmaguncha erkin demokratik davlatga aylanish
yolunu tallap baladigan bir müstabet devlet bolgan emas. Amerika Tayvan'ni, Kore'ni, Çili'ni, Argentina'ni rağbetlendirip ve ilhamlandırıp muşu qatarlıq devletlerini yasap tarap digüdek bugünkü saat elip verişini xalaydıgan Amerika'nın nəsihətini kulaq salıdığan devletlerge aylandırdı. Bunun quruşan seliştirme bolgan bir taraf şu boldu ki Vladimir Putin, Xi Jinping'in namın Vladimir Putin, Xi Jinping, hamını geçirinler. Kim Jong-un qatarlıqla hemmisi erkinlikni üzüge ve devletke tehdit dep çağlap demokratiya ötüdüğün yolga herkes izlenmedi. Devamını alayız vatandaş.